bo'ldi. Nima qilib to'y ko'rishamiz? Kim bilan gaplashamiz? Siz kimsiz? Voy, o'rtog'ingizmi? Kromga qo'ying. Alo. Alo. Yaxshimisiz? Mana bu dugoningiz puli bormi, yo'qmi? Assalomu Va alaykum assalom. Voy, o'shanda pul bo'lsin-da. Voy, Jek. Hozir qo'yaradi sizga, bo'ptimi? Shuna gaplashib olayman. Bo'p. Nima qilasiz? Pulingizni so'radim. Pulni nima qilasiz? Desert olib bering, o'tirdim. Bir qurumsoq olaman-da. Unaqa biriga o'xshamayapsiz. Dugoningiz albatta, bo'pti ketaman. Ha, bo'pti, to'xtay olveraman. Tushundingmi? Eng qimmatini olib berasizmi? Eng qimmati nechi pulsida? Karamellini o'zi bo'ladi. Mana 279 minglik kombo bo'ladi. Uchalasidan ham 3 tadan bo'ladi, o'rtanchasidan. Chuqurlanib ko'ring. Yoqib tushsa ham. Hozir. Telegram bor? Nimaga kerak telefon? Menga so'rang. Yo'q, men bugina bilib yozmayman. Men o'zim yozaman. Instagramda qanaqadir videoni silkasi yoqib qolsa, siz ishlatadigan botga tashlaysiz, ko'ryapsizmi? 1, 2, 3, 4, 5 ta majburiy kanalga obuna bo'l deydi. Shu Telegram postga kirib, so'ng fast bot deb yozsangiz, 400 mingtadan oshgan bizning botimiz chiqadi. Xuddi o'sha silkani shu yerga tashlasangiz, ham videosini, ham musiqasini sketchat qilib beradi. Eng muhimi, majburiy yo'q. Bo'ldimi? Nima ha? Kelsa nomerimni tashlab ketaman. Desertni olib boring.